Alisher akamiz aylanishi hech qanaqa muammo yo'q, yengil. To'kilishlarni ko'ryapsizlarmi? Osongina, oddiy shu vtulka. Ajimliklari ham bo'ldi, yangi bo'ladi. Xo'sh. Ko'ryapsan, loyda itarib chiqaradi mana shunaqa temirga o'xshab. Prujinalar ikkitadan o'tib ketib qolmaydi. Bittada tushadi. Mana shu 43 sekund davomida aylanib turibdi. Sentri chiqmagan bo'lsa, yarimta ham aylanmaydi. Mana ikkita pachimligi bilan aylantirib ko'ramiz. Yangisi. Bu ham yengil. Yaxshi kunlar xizmat qilsin. Xizmat bo'lsa aytaverasizlar akalar.